Salom, sizlar bilan Neon. Bugungi videomizda biz tushmagan filmda qanday qilib headshot urishni o'rganamiz. Bu videomiz qisqagina bo'lib, ko'pchilikka manfaatli bo'lishi mumkin. Ko'pchilik 45-60 FPS telefonlarga bu videoni ko'rish tavsiya etiladi. Siz ham headshot tekizga qiynayotgan bo'lsangiz, aynan bu video sizlar uchun. Unday bo'lsa, ko'p kutilmasdan biz videoni boshlaymiz. Ko'pchiligimiz nastroykani to'g'irlamasdan o'ynaymiz va bitta headshot tegadi, bu suyo. Keyingi otishmalarimizni umuman ham dushmanga zarar bermaydi. Buning uchun nastroykaga kirib olamiz va grafika bo'limini tanlab, biz bu yerdan tepadagi ranglisni yumshoq rejimiga qo'yib olib, sal pastroqqa tushsak, yorqinlik bo'limi bor. Yorqinlik rejimini 150 ga qo'yib olamiz va tepaga qaytganimizda yana janglar bo'limida ravonni turibdi. Sizlar shuni super ravon qo'yib olsangiz kerak bo'ladi. Unday bo'lsa, rezultat ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek o'qlarimiz tegishi yaxshilandi, zarar ko'paydi. Sizlar ham xuddi shunday nastroykani to'g'irlab, turnirlarda ham hammani ko'rib borishingiz. Shunday qilib bu video ko'pchilikka yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lganlarga videoga bir dona like va bizning Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lish mumkin.